tarixning shiddatini to'smoqchi bo'lib, ortga qayting deya da'vat etasiz. Qo'yib bersak bizni qahrga to'lib, yana jar tomonga boshlab ketasiz. Qizil bayroqlarni baland ko'tarib, qaytaylikmi yana qullik yolg'onga, qaytaylikmi yana shahid bobolar qonlari sachragan qizil maydonga. Dilimni, dinimni, ona tilimni xo'rlagan zamonga yana qaytaymi? Qaytib namoyini bergan elimni johil, savodsiz deb yana aytaymi? Yassaviy, Naqshband, Temur ruhini nega chirqiratay, nega xor etay? Nechun bobolarim ekkan tollarni kelajak farzandlar uchun dor etay? Qaytish avlodlarning yuragini yeb, ajdodlar qonini ichish emasmi? Qaytish bir kunning g'am tashvishlari deb buyuk saodatdan kechish emasmi? Hurlikmas bir burda non aziz sizga, erkdan muhimroqdir qorinning g'ami, ammo qaytganlarni kutadi qondan zanglab ketgan zulm qilichin dami. Men endi qaytmayman. Ortimda qolgan barcha ko'pliklarni tamom yoqqanman. Men endi adolat, muhabbat sari, insoniy baxt sari yo'lga chiqqanman. Endi yuragimda qo'rquv hadikmas, vatan va istiqlol nafasi bordir. Endi tilagimga cho'pchaklar emas, ulug' kelajakning orzusi yordir. Aziz farzandlarim qo'lidan ushlab, oydin manzillarga ko'zim tikkanman. Moziy chinorlari yonida men ham ming bir umid bilan nihol ekkanman.